Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi qarindoshlar. Vahiy panjarasi programmamizning 16-soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda Islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on, Qur'oni Karim soyasida nomli tafsirining birinchi parisini diqqatinglarga sunib kelyapmiz. Bir qancha oydan buyon o'zilib qoldi bu programma. Inshaalloh buningdan keyin davomlashtirishga tirishimiz. Hurmatli qarindoshlar, bugungi yangi mavzuimiz, ya'ni 16-soniga keldik. Bugungi temamiz bo'lsa, Yahudilik tabiati haqidagi temadan boshlab darsimizni boshlaymiz. O'tgan soatdagi programmamizda ham, uning oldidagi programmalarimizda ham Sura Baqaraning 40-oyatidan 74-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisi haqida bo'layotdi. Inshaalloh bugungi mavzuimiz ham Yahudilik tabiati ham ana shu oyatlarda tilga ilingan, shu oyatlarda tilga ilib o'tilgan mazmunlarning biroz sharhisi bo'ldi-ku aytilgan. Diqqatinglar radiomiz bo'lsin. Mikrofon oldida qarindoshinglar Abdullah Yalqun. Yahudilik tabiati. Biroq Yahudilar hamon Yahudilar edi. Qatmal iddiyasi yanada dunyoparast bo'lib, oxirat bilan g'ayib olimi ularning nazaridan saqit edi. Shunga ular Allohni ko'zi bilan ko'rishni talab qildi. Bu talab qo'yg'uvchilar odatdagi kishilar emas, balki Musa alayhissalom Parvardigori bilan muloqot bo'lish uchun qavm ichidan alohida tanlab o'zi bilan birga elib borgan 70 katta zotlar edi. Endi buning tafsiloti ilgari Makkada nozil bo'lgan suralarda bayon qilingan. Demak, Bani Isroil qavmi Allohni oshkora ko'rmay turib iymon etmaydiganligini bildirishgan edi. Qur'oni Karim bu yerda Yahudilarning ashu ajdodlarining osiyligini naql keltirib, ularga qadim zamonlardan tortib bu qavmning tarsoliq va o'chmanlikka mubtalo ekanligini, ularning ashu qadimki tarsoliqining xuddi hozir oxirgi zaman payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qilayotgan tarsoliqiga o'xshaydiganligini aytib berdi. Chunki Madina yahudiylarimi xuddi qadimki ajdodlarga o'xshash mo'jiza talab qilmoqda va oq ko'ngil musulmonlarni payg'ambar alayhissalomdan mo'jiza talab qilishga kuch kiritmoqda edi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo Sura Baqaraning 56-oyatidan boshlab, ya'ni 55, 56, 57-oyatlarida shunday deydi. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Aslanlar ki öz vaqtida sizlar Musaga, ey Musa, Allah'ni sana söz qılıvatqan halda uçuq görünmegiçe biz hergiz sana işenmeymeyiz dedinler öz vaqtida. Biz sana hergiz iman etmeymiz. Biz Allah'ını uçuk halette koymakça biz sana işenmeymiz dedinler. Şu çağda sizlerini qarab turgan petinler çaxmaq soğdu. Sizler qarab turvatqan haletinlerde sizlerini çaxmaq soğdu. Andın ölgününlerden keyin biz sizlerini qayt tirildirdik dedi. Bir yerde qıssa var, aslında bu oturdu nurgun qıssalar var. Musa aleyhisselam talep qilib Allah subhanahu wa ta'aladan kechirgin, ey Allah subhanahu mağfiret qilgan deb o'zi tanlagan 70 kishilar bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala ularni tirik qarab turgan holatlarda chaqmoq chiqib hammasi o'lgan. Undan keyin Musa aleyhisselam Allohdan so'rash bilan ularni qayta tirilishini talab qilib
Summa ba'asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Ondan o'lguninglardan keyin biz sizlarni qayta tirildirdik. Bu yaxshilikdan keyin shukr qilishinglar kerak edi. Shukr qilishinglar kerak. Shukr qilsin deb shukr qilamekin deb tirildirdik sizlarni. Biz bulutni üstünlarga soyivan qilib berdik. G'izolanishinglar uchun taranjibin bilan bödönünü tushirib berdik. Ve sizlarga biz ato qilgan pok narsalardan yeb ichinglar dedik. Ve sizlarga biz ato qilgan pok narsalardan yeb ichinglar dedik. Ammo qanday qildinglar? Va ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun dedi. Ular bizga zulm qilmadi dedi Alloh subhanahu va taolo. Qilgan noshukirliklari bilan, qilgan ishlari bilan bizga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qilishdi. Ana shu Yahudilarning ajdodlari bo'lsa, hargizmi Allohga zulm qilgan emas, balki faqat va faqat o'zlariga zulm qilganlik bo'ldi ularning qilgan ishlari. Hamda ma'lumki, Yahudilarning birdan-bir ilm manbasi ana shunda qatmal, moddiy his bo'lib, tutib ko'rmagan narsani idrok qilish salohiyati yo'q edi. Va yoki tarsaliq va buzg'unchilikda mahkam turib, qarish tarafni chorasizlashtirmoqchi bo'ladi. Allohning son-sanoqsiz mo'jizalari bilan orqa-orqadan qilgan afu mag'firati ularning moddiy tabiatiga, moddizmchi xarakteriga ta'sir qilmagan edi. Shuncha ne'matlardan keyinmi yanada ular jedalxo'r, aldamchi edi. Birer qattiq azobga va jazoga uchirmay turib, haqni qabul qilg'ili unamaydi. Bundan ma'lumki, Fir'avnning zolimona tuzumi bu baxtsizlarning tabiatini butunlay chiritib tashlagan edi. Chunki shuni asli tutish kerakki, har qanday bir qavmga navoda birer zolim, mushtumzor tuzum musallat bo'lib qoladigan mahkum qavmning sog'lom tabiatini butunlay chiritib tashlaydi. Shuning bilan mahkum qavmning butun insoniy fazilatlari, yaxshi odat xislatlari bir-birlab yo'qolib tugaydi. Qulluq inson fazilatining eng asosiy tarkibiy qismini buzib tashlaydi. Qul millatlarda qullarga xos nachar illat, buzuq sifatlar paydo bo'lishga boshlaydi. Bundaq kishilar beshig'i jallotning to'xmiqi tegib tursa, itoat qilib turaveradigan, biroq salla ozodlikka chiqib, erkinlikning soyasida kichikkina quvvat va osoyish topgan hamon haddidan eshib, manmanlik qiladigan keladi. Yahudilarmi dal shunda xarakterlik bo'lib, bu xarakteri taki bugunga qadar davomlashmoqda. Dal mushu vajidillah Yahudilar xuddi oyatda Alloh subhanahu va taolo oyati deganidek va iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahra. Ana shu oyatda deyilgandek öz vaqtida yana aslanlarki öz vaqtida sizlar Musaga Allohni so'z qilayotgan holda o'p-uchuq ko'rmagicha biz sana hargiz ishonmaymiz dedinglar. Deyilganidek kuprona so'zlarni qilatdi va ozg'unlikning cho'nqur hanglariga g'ulaytdi bular. Dal mushu vajidillah xuddi oyatda fa akhazatkumus sa'iqatu va antum tanzurun. Shu chaqda sizlarni qarab turgan petinglar chaqmoq so'qdi dedi. Ya'ni sizlar qarab turayotgan holatinglar bilan chaqmoq so'qdi. Deyilganidek, ular texi tog'ning ustidagi chaqdilar. Alloh ularni bu kofirona pozitsiyasi yuzidan qattiq jazoladi. Keyincha Allohning rahmati yana ularni o'z qo'yniga oldi. Ularning savoq elishi va qudratlik Allohga shukr etishi uchun ularga qaytadan hayotlik fursati baxsh etdi. Allah Taala bu yerde şu nimetini esildip summa ba'asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Yani şükür qilishinglar uchun biz keyin sizlarni qayta tirildirdik. Bu yaxshilikdan keyin shukr qilishinglar kerak edi dedi.
Ondan Allah Taala ularga qurg'oq Sino cho'lida bergan alohida marhamatini va maxsus yaxshiliklarini eslatdi. Ularga talab qilgani bo'yicha hech qanday emgak qilish ketmaydigan, yer haydab terilg'u terimisimi bo'ladigan uzuqluq ato qilganligini. Hamda yana o'zining maxsus hikmat tadbiri bilan cho'llikning pij-pij qizliqidan va quyoshning ko'ydirgich optipidan saqlab qolganligini xotirlatdi. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Biz bulutni üstünlarga sayıvan qılıp berdik dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Gızalanışınlar üçün terencibin bilen bödününü çürüp berdik. Ve sizlerge biz ata qılgan pak nerslerden yep içinlar dedik. Ama ular bizge zulüm qılmadı. Ama ular bizge zulüm qılmadı. Lekin ular özleri zulüm qılıştı. Rivayet qilinishicha shu chaqda Alloh taolo issiqdan saqlash uchun ularning beshiga bulutni soyibon qilgan edi. Ma'lumki, cho'llik degan navoda bulut bilan yomg'ir bo'lmasa, yenib turadigan do'zaxga o'xshab qoladi. Uningdan o't yalqini ko'tarilayotgandek bilindi odatda cho'lda. Agar yomg'ir yig'ib, havo bulutliq bo'lsa, cho'lning temperaturasi intayin yiqishliq, so'rin bo'lib qoladi. Cisim ve ruh ikisi tangli rahat sürgендek buludu. Şunda bayan kılındı ki, rivayette bayan kılınışça, Allah Teala ularga daraxtı buluduğan ve tami haselge okşaş nahayeti şirin terencibin ata kılgan. Hem de ularının uzuqlıqı üçün ularının etrafıda intayin köp miktarda bödüğünü diyen kuşunu peyda kılıp bergen. Bular arkalık Allah Teala Bani İsrail üçün dünyada misli yok acayip lezzetlik uzuqluq bergen. Turuduğan cayını yıkımlık, pak nerslerine halal kılıp bergen. Bırak bu kavimnin ehvalığı qaranlar ki, şundaqda mı ular şükür kılıvıcı oldu mu? Hidayet tapdı mı? Yok. Ayetinin ahırdaki sözler iniq ifadelep duruptu ki, ular bu nimetlerinin hemmesini inkar kıldı. Cebir zulüm bilen şugullandı. Mahiyette ular bu cebir zulümni öz-özüge kılışkan buldu. Allah subhanahu wa ta'alaga emas. Kılgan bu inkarlıkları, tuzkorlukları, bu kılgan işlerinin hemmesi fakat özleri zulüm kılışkan buldu. Herkes Allah'a emas. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ular bizge kılmadı zulümünü dedi. Lekin özleri zulüm kılıştı. Qur'on-i Kerimning buningdan keyingi bayonlari Bani İsrailning ozg'unligi, haqni inkor qilishi va osiylikda mahkam turishini bo'ylagan uzun hikoya tarafga qarab ilgirlaydi. Allah subhanahu wa ta'ala yana shu sura Baqaraning 58 oyat va 59 oyatida shunday deydi. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Yani şunu mu aslanlar ki dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani şunu mu aslanlar ki, öz vaxtida biz aldınlardaki bu şəhərə kiringlar. O yerde xalığınınlarca kən taşa yap içinlar. Kən taşa yap içinlar. Amma şəhər dərvasıdan səcdə qılğan halda kiringlar. Ve hittatun degan, yani günahimizni keçirgin deb meninglar. Səcdə qılğan halda kirib, ey Rabbimiz bizning günahimizni keçirgin deb meninglar. Biz günahinglarni keçirimiz ve yaxshilarga teximi ortiq fazil rahmatimizni ato qilamiz dedik dedi Allah subhanahu. Bunu dedik. Amma qilingan so'zni zalimlar boshqa so'zga o'zgartib dedi. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki: "Fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum."
Ularga mani danglar deb shu deyilgan, shu qilingan so'zni zolimlar boshqa so'zga o'zgartirib etdi. Oxiri zulm qiluvchilarga osmondan azob nozil qildik. Shu zulm qiluvchilarga biz osmondan azob nozil qildik. Bu ular qilgan itoatsizlikning jazosi edi. Azab bu nozil qilgan, biz nozil qilgan bu azab shu ularning ichida ular qilgan shu itoatsizlikning jazosi edi dedi Alloh subhanahu taolo. Ba'zi rivoyatlarda bu o'ltiroq rayonning Baytul Muqaddas ekanligi oydinlashadi. Bani Isroil qavmi Misrdan chiqqandan keyin Alloh taolo ularni bu shaharga kelishga va shu chaqda uningda o'ltiroq Amalika qavmini shahardan qo'g'lab chiqarishga buyurgan edi. Ammo Bani Isroil qavmi buni rad qilib, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin va inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun" degan. Buni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ana shularning degan so'zni aynan holatda naql qilib qo'ydi. Bunun dediki, "Ey Musa, bu shaharda nihoyat zolim bir qavm bor. Ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirmaymiz" dedi. Ular u yerdan chiqib ketsa, ondan kirishga tayyormiz deyishgan edi. Buningdan boshqa yana ular bu shahar haqida o'z payg'ambariga shunday degan. O'z payg'ambariga, ya'ni bu Sura Maidaning 24-oyatida, ya'ni yuqoridagisi Sura Maidaning 22-oyatida. Tuanda Sura Maidaning 24-oyatida ya'ni o'z payg'ambariga bu vaqtda shunday degan. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إي موسى qarab baqinglar, nima degan razil gap qilgana? Deyishganki, "Ey Musa, ular shu yerda mavjudlik bo'ladi ekan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar jang qilinglar" dedi. Ko'rdingizmi? Nima degan masxaravoz, nima degan ko'zga ilmagan shaklda o'z payg'ambariga mush so'zni deyalgan bular. Sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar jang qilinglar, biz bu yerda o'ltirib turaylik deyishgan edi. Shunga Alloh taolo ularning bu qilmishini shundoq jazoladiki, ular 40 yilgacha sarson sargardan bo'lib yurishdi. Ularning ayni chog'dagi nasli o'lib tugab, yangi bir nasl maydonga keldi. Va ular Hazrati Yusha ibn Nunning qo'mondonligida Quddusni fath qilib shaharga kirdi. Biroq bu uzun surgan jazodan keyinmi ular shaharga Allah buyurgandek, Allohdan qo'rqqan va ta'zim qilgan holda hittatun bizni mag'firat qilgan deb to'g'ligan peti kirmadi. Shaharga kirishda na Allah ko'rsatib bergan shaklga amal qilmadi, na Allah aytishga buyurgan so'zlarni aytmadi. Alloh taolo bu yerda ularning bu tarixiy itoatsizligini naql keltirib oldiga qo'ymoqda. Tarixiy nuqtadan bu vaqa oyatning temasi bo'lgan Bani Isroilning Misrdan chiqish vaqasidan keyin yuz bergan bo'lg'achqa, shu bu yerda ulishib tilga elinmoqda. Qur'onning bu xil bayon uslubidan ma'lumki, Qur'on Bani Isroil tarixining bosh, o'ttira, oxir bütün qismlarga o'xshash birlik qarash bilan qaraydi. Chunki Bani Isroil qavmining bütün tarixi haqqa qarishlik va itoatsizlikka, ozg'unlik va osiylikka to'lib tashqandir. Tarixiy jihatdan aytganda bu voqea mayli qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, Qur'on ularga ma'lumlik bir voqeani eslatgan holda xitob qilmoqda. Ular bu yerda zodi qaysi ishlar tarafga ishorat qilinayotganligini obdan biladi. Alloh taolo ularga yordam qildi va ular bu belgilangan shaharga kiraladi. Allah ularni taqvolik va tövənchilik bilan shaharga kirishga hamda Allohga duo qilib xatoliklari uchun afu mag'firat tilashni buyurgan edi. Uningdan boshqa yana ularning gunohlarini afu qiladiganligini, yaxshi ish qiluvchilarga texmi oshirib, fazil rahmatini ato qiladiganligini va'da qilgan edi. Biroq ular o'zining ko'ni odati bo'yicha bu hukmga xiloflik qildi. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Biroq zalimlar qilingan so'zni o'zgartib,
boshqacha so'z qilib, boshqacha so'z qildi. Bu yerda Qur'on Allohning hukmini va qilgan nasihatlarini o'zgartirib aytgan kishilarni tilga olmoqda. Ya'ni oyatda ularning allazina zolamu zulm qiluvchilar deb tilga elinganligi ya Bani Isroil qavmining ma'lum bir qismining va yoki butun hammasining zolim ekanligini, hammasi o'xshashli shunda qabih ishni sodir qilganligini isbotlash uchun bo'lsa kerak. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ahiri zulm qilguvchilarga osmondan azob nozil qildik. Bu ular qilgan itoatsizlikning jazosi edi. Hamda oyatdagi rijiz degan so'zning ma'nosi azob bilan fosiqlikni, hukmga xiloflik qilish bilan haqning doirasidan chiqib ketishni bildirdi. Bular Bani İsrail'nin ezelden mevcut sifatleridir. Allah Teala suvsiz, giyahsiz, ıssıq çöllükte Bani İsrail kavminin sayidişini ve uzuqlanışını qandaq o'rinlashtirgan bo'lsa, içidigan suyunumu şundaq favqulodda bir şekilde hazırlab bergan edi. Hazırlab bergandimi Musa alayhissalomning boshqa mo'jizalariga o'xshashla ajoyib mo'jizaviy shaklda hazırlab bergan edi. Qur'on bu voqeani Allohning ihsoni qatorida bayon qilish bilan birga shuningdan keyinmi ularning bu ihsonga qandoq tuzkorlarcha javob qaytarganligini aytib beradi. Sura Baqaraning 60-oyatida Wa iz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Aslanlar ki öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv tilab duo qildi. Biz onunğa Hasan bilan qoram taşni urg'in dedik. Shuning bilan onundan 12 buloq etilib chiqdi. Har bir qabila o'zining suv oladigan o'rnini bildi. Allah bergen rizqdan yanglar ve işçanglar. Yer yüzüde buzg'unchilik qilmanglar deyildi. Musa aleyhisselam öz qavmi uchun Allah Taaladan suv tilagan edi. Allah Taala onun duasını qabul qilib, muayyan bir taşqa hasi bilan urishga buyurdi. Musa aleyhisselam hasi bilan taşqa urib edi, taşdan 12 buloq etilib chiqdi. Bu Bani İsrail kavminin 12 kabile sanıga uygun idi. Çünkü Yaqub aleyhisselamның nevirlerden kiyilla bular 12 kabilege bölünüp ketişken idi. Aslida Yaqub aleyhisselamның ismi İsrail bulup Yahudiler onunğa nisbet berilgen halda Bani İsrail, yani İsrail evlatları deb atıladı. Kur'an-ı Kerim'de Esbat deb qayta tilga elinganlar Yaqub aleyhisselamның nevirleri bulup ular Bani İsrail kavmining sardorlari edi. Ular ibtidai qabila tuzum bo'yicha hayot kechiradi. İbtidai qabila tuzumida qabilaning ismi ulug' ajdodlarining nomiga nisbat beriladi. Allah Taala mana bu ibtidai qabila tuzumi tarafga ishora qilgan holda qad alima kullu unasin mashrabahum, her bir qabila özünün su aladigan o'rnini bildi deydi. Hamda Bani İsrail qavmiga haddidan eshib buzuqchilik termasligi uchun bir turkum ne'matlarni halol qilib berganligini ifodalab mundaq deydi. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Allah bergen rizqdan yanglar ve içinglar. Yer yüzüde buzg'unchilik qilmanglar. Qiyo toshlarga to'lgan qurg'oq cho'lning o'ttirisida osmon o't purkayotmoqda edi. Allah Taala ular uchun toshdan suv chiqarib berdi. Osmondan asaldek taranjibin va go'sh o'rnida buduni tushirib berdi. Shundaqdami Misrdan qutuldirishi, shundaqdami Misrdan qutuldirilishida ko'zi tutilgan yuksak maqomga yetalishiga ularning pastkash
buzg'unchi mijoz tabiati to'salg'u bo'ldi va ularni shu suvsiz, giyohsiz cho'llikda qoldirdi. Vaholanki Allah ularni payg'ambari orqali xor zabulliqdan qutuldirib, muqaddas zamonga ega qilmoqchi va xorliqdan hurlikka chiqarmoqchi edi. Shunisi aniqki, ozodlik va yuksak martaba uchun bir turkum qurbonlik berilishi va ularga topshiriladigan ulug' omonat uchun oz to'la badal to'lashi lozim edi. Biroq Bani Isroil qavmi hech qanday badal to'lashni xohlamaydi. Ular hiçbir sınaq mushaqqatlarga chidamaydi. Şoňa bundaq yüksak maqam üçün ne bedel töleşke unumaydi, ne Misirde köngen turmuş adetinden ve künüp kalgan yemek içmekidin vazgeçkili unumaydi. Hem de izzet mertebelik, azat, hür bir hayatını qo'lga keltirish üçün öz turmuşunu yeni bir tarzda özgertişke mutayyar emas idi. Ular Misirde adetlengen tamaklarını isteydi. Terhamek, samsak, yesimuk, piyoz qatorliqlarga o'xshash anchaki narsalarga mahliya edi. Madinadagi yahudilar hali hamma o'zining asossiz da'volarini yeyib yurayotgan paytda Qur'oni Karim ularning ashu kechmishlarini eslatmoqda. Allah bu haqda Sura Baqaraning 61-oyatida shunday deydi. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Aslanlar ki öz vaqtida sizlar ey Musa bir xilla yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga ziminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesimok va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar shuncha yaxshi narsani nachar narsaga almashtirishni xohlamsizlar. Ammo biror shaharga kiringlar, shu yerda teligininglar bor dedi. Oxiri xoruzorlik va muhtojlik ularni chirmab oldi. Ular Allohning g'azabiga qoldi. Bu ularning Allohning oyatlariga kufrlik qilishganligining, payg'ambarlarni nohaq o'ldirganligining natijasi edi. Bu Allohga itoatsizlik qilganligining va shariat doirasidan chiqib ketganligining jazosi edi. Hamda Musa alayhissalom ularning bu nodonlarcha talabini anglab qattiq g'azablandi. Sizlar shuncha yaxshi narsani nachar narsaga almashtirishni xohlamsizlar. Allah sizlarga yuksaklikni xohlasa, sizlar pastkashlikni tilamsizlar. Ammo biror shaharga kiringlar, shu yerda tilagininglar bor dedi. Hamda buning ikki ma'nosi bor bo'lib, birinchisi sizlar shuncha odatdagi narsalarni talab qilyapsizlar. Uni deb atoyin duolarni qilishib, Allohdan tilab yurishinglar qat'iy hojatsiz. Qandaqlı bir shaharga kirsanglar, undaq narsalarni nihoyat ko'p uchirta olaysizlar deganni bildirsa, ikkinchi ma'nosi sizlar qutulib chiqqan Misrga qaytib ketinglar. Shu yerga berib, o'zinglar odatlangan sharmandalarcha pastkash qo'lluq turmushinglarni qaytadan tepib olinglar. U yerda tarxamak, ko'ktat, yesimok, piyoz va samsaqlar nihoyat ko'p. Sizlar shularni deb o'zinglar uchun tanlangan bu oliy g'oya, mansabni tashlanglar deganni bildirdi. Agar ikkinchi ma'nosi elindigan bo'lsa, u chaqda Musa alayhissalom tarafdan ularga qattiq tanbih, malomat qilingan hamda ularni nomus qildirish maqsad qilingan bo'ladi. Ba'zi mufassirlar ikkinchi ma'noni biroz yiroq ko'rgan bo'lsa-mu, biroq men keyingi tilga elingan natijalarni ko'zda tutib fikr yurgizganda ikkinchi ma'nosi texmi munosib bo'lgan bo'ldi deb qarayman. Çünkü arkadallah وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ. Ahiri xaruzarlık ve muhtajlık onlarını çirimi oldu. Onlar Allah'ın gazibiga kaldı deyilgen.
Endi bu haruzarlık ve tushkunlikning ularni chirmib olishi tarixiy nuqtadan shu chog'ning dal o'zidagi voqea emas. Balki keyingi bosqichlarda ular texmi nurg'un buzuqchiliklarga mubtalo bo'lgan chog'da mubtalo bo'lgan chog'da yuz bergan voqea edi. U buzuqchiliklar oyatning oxirida ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bu ularning Allohning oyatlariga kufrlik qilganligining, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganligining natijasi edi. Bu Allohga itoatsizlik qilganligining va shariat doirasidan chiqib ketganligining jazosi edi deb tilga ilingan bo'lib, Musa alayhissalom davridan bir qancha nasl keyin sodir qilingan jinoyatlar edi. Biroq ayni chog'da Bani Isroil qavmi tarxamak, yesimoq, piyoz, samsaq qatorliqlarni talab qilgan bo'lg'achqa, bu yerda ularning makkirona xarakteriga moslashtirgan holda shu narsalarni talab qilganligimi ularning xorliqqa cho'kishidagi sabablarning birisi edi deb aytib berilmoqda. Şu Musa alayhissalomning amasi birer shaharga kiringlar degan so'zi intayin joyiga ishlatilgan bo'ladi. Hamda bu so'z ularga Misrdagi qulluq hayotdan qutulgandan keyin shukr qilmay, yana shu qulluqda yeb ko'ngan tamoqlarni izlashga tushganligini eslatadi. Bani Isroil qavmining payg'ambarlar bilan to'g'ri yo'lga chaqiruvchi islohotchilarga tutgan vahshiyona pozitsiyasiga va qilgan zulm sitamlarga başqa hech bir qavmning tarixidan misol topqili bo'lmaydi. Ular qanchilgan payg'ambarlar bilan islohotchilarni bo'g'izlagan, o'ltirgan, harida parchalagan bo'lib, bu qilmishlari nima degan qabih, nima degan vahshiy. Ular kufrlik va haddidan eshishning eng iflos misollarini barpo qilishgan. Vahshiyona zulm sitamda hammadan eshib ketgan. İtaatsizlik ve asilikte rekord yaratgan edi. Qisqasi, rezillik ve buzuqchilikning barcha maydonlarida ular faqat o'zlariga xos bo'lgan mislsiz qilmish etmishlarni sodir qilishgan edi. Shundaq turuqliqmi, ular yo'g'on da'volarni qilishib yuratdi. Her daim hidoyatda ekanligini ve yolg'iz o'zlarining Allohga suyumlik, tanlangan millat ekanligini, Allah'ның dergahida katta ajr, savobga haqliq ekanligini, Allah'ның in'am ikramlarining o'zlariga xos ekanligini, boshqalarning hargizmi ularga o'rtaq bo'la olmaydiganligini jori silishib yuratdi. Qur'oni Karim bu yerda ularning dal shundaq da'volarga raddiya berib, bir maxsus qoidani bayon qiladi. Bu qoida Qur'oni Karimning butun qissalari jarayonida qayta takrorlanib, ba'zida boshda, ba'zida oxir tilga ilinib turadi. U dal iymon birligi va e'tiqod birligidir. Shart shuki, insonning nafsi shu e'tiqod natijasida Allohning oldida egilishi, uning iymoni yaxshi amallarning buluqiga aylangan bo'lishi lozim. Shart shuki, insonning nafsi shu e'tiqod natijasida Allohning oldida egilishi, uning iymoni yaxshi amallarning buluqiga aylangan bo'lishi lozim. Shuningdek, Allohning in'am ikromimi qandaqdir birer millatga xos cheklik narsa emas. Balki har qandaq zaman va har qandaq makonga tava bo'lishidan qat'iy nazar iymon etgan barliq mu'minlarga tegishlidir. Her bir insan Allah'ның azali ve ebedi diniga asasen Allah'ның fazil rahmetiga sazavar buludu. Hem de ahirda dillarının en ahirqisi bo'lgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberligiga binaen iman etquchilarning hammasi yana shundaq natijaga sazavar buludu degan narsani jarangli holatda namoyon qilib turadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo şu sura Baqaraning 62-oyatida innallazina amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. deydi. Şübhisizki müminlerden, Yahudilerden, Nasaralardan,
sabilardan kimler ki Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgen hem de yaxşı amellerini kılgan bolsa Perverdigarının qışıda öz ecridin bahriman buludu. Ularga hiç qanda korkunç ve gam qaygı bolmaydı deydi. Bu ayetki innellezine amanu yani musulmanlar vellezine hadu yani Allah'ın taraftan Allah taraftan doğru yolga erişkenler ve Yahudanın avlatları ve Nasara yani Hristiyanlar ve Sabiin sabiler. Ama bu benim qarashimcha ve en köp qubulluqqa erişken rivayetlerge göre yani Şeyh Seyyid Qutb'ның qarashicha ve en köp qubulluqqa erişken rivayetlerge göre sabiler degan Muhammed aleyhisselamның peygamberligidan ilgiri müşriklarning an'anaviy dinini tashlagan hamda butquchi qo'nishni to'g'ri topmay o'zining aql tafakkuriga tayinib o'ziga xos ayrim e'tiqod yaratishga tirishgan va shuning natijasida tavhid aqidasiga yetib boradigan kishilar bo'lsa kerak. Ular o'zini biz İbrahim aleyhisselam elib kelgan dinda deb ataydi. Gerçi ular o'z qavmini tavhid aqidasi tarafga da'vat qilmasimi butquchi qo'nishni tashlab bo'lganlar edi. Şu müşrikler ularını bular sabi bulup ketkenler. Yani ata bovalarının dininden çıkkanlar dep atışattı. Keyinki çağda müşrikler musulmanlarını mı şundak ayıpleşken idi. Bazı tefsirlerde ular yultuzgu çokunuğuşlar deyilgen bulup onunla qaraganda bu qaraş texmi münasip. Hem de ayette maksat kılınğanı bu guruhlarının içinden kim Allah'a ve ahiret günüge iman etse hem de yaxşı emellerini kılsa Allah'ın dergahide ecirge haqlıq buludu. Ularga hiç qanda korkunç, gam qaygıdan malallık yetmeydi. Çünkü İslam'ın asası aqide itiqat bulup herkes mi birer kavim yoki birer neslini asas kılmaydı degenden ibarettir. Ama emel ve mukafatının bu kaidesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlikinden ilgirki devirlerine ait bulup peygamberlikten kiyin eniq ki Allah'a iman etişinin en ahirki şekli yani İslam dini belgelenip bolgan. Bunun arkadan ayetinin devamı Müslümanlarını anlatış objekti kılgan ve Medine Yahudilerini nazarda tutkan halda Beni İsrail kavminin bir kısım kılmışlarını bayan kılışkı yüzlündü. Bunun kendine kildiği ayetin devamı. Hürmetli radyo anlayıcı qarindaşlar, vaqt münasebeti bilan Vahiy Penceresi programımızın 16. saatini bugün muş yerde to'xtatamiz. İnşallah Allah ömür berse kelar qadimki programımızda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allah subhanahu va taolaga topshiramiz. İcabetlik dualarınlarda bütün dünyadaki barlıq qarindaşlarınlar üçün, şundaqla kemini aciz üçün hem dua qılıp qo'shonlarni chin qalbimdan umid qilaman. Allah'a emanet bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.